Janobi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida man g'ashsha falaysa minni deb marhamat qildilar. Kim bizni aldasa, u bizdan emas deb marhamat qildilar. Bugun ijtimoiy tarmoqda, muhtaram aziz jamoat, Telegram kanallarda yolg'on xabarlar keladi. Bir birodaringizning nomidan keladi, aynan o'sha Telegram nimasidan keladi. Men falon joyda mashinam to'xtab qoldi, kartamga 1 million yoki 2 million pul tashlab yuboring do'stim, shu sizga chiqayapman deb xabar keladi. Agarda siz o'sha xabarni o'qib turib qo'ng'iroqlashmasdan tashlaydigan bo'lsangiz, aldanib qolayotgan bo'lasiz aksariyat holatlarda. Telegram botini buzib kirib, uni nomidan xabar jo'natyapti. Rasmlarigacha qo'yib qo'yapti. O'shaning uchun soliq idorasidamiz yoki suddamiz yoki bankdamiz sizga falon sovrin chiqib qoldi, shu sovrinni yetkazib berishimiz kerak. Ma'nosidagi yana bir qancha ko'rinishlar, aynan bugungi kunda eng ko'payotgan nimalari, eng yaxshi ona, eng yaxshi ustoz, haj safariga yo'llanma sizga chiqdi degan narsalarni jo'natyapti. Shunda bossangiz, sizning ma'lumotlaringiz unga o'tyapti. Sizning nomingizdan ish qilishga o'tishyapti. Shuning uchun muhtaram aziz jamoat, sizlarni ziyraklikka, ogohlikka da'vat qilamiz. Ziyrak bo'ling, ogoh bo'ling. Firibgarlarga mana shunday bugungi kunda qurboniga aylanib qolmang. Bugun buni kibr, jinoyat deb atashyapti. Bu borada bir qancha azizlarimiz xizmat qilishyapti. Bu jinoyatlarning oldini olishlik borasida erta-kech harakat qilishyapti. Lekin ijtimoiy tarmoqda muhtaram aziz jamoat, albatta mana shu ishni qilayotgan insonlarni qarasangiz, nomi musulmon, lekin uni qilayotgan amali musulmonchilikdan ancha yiroqda muhtaram aziz jamoat.